Yana bir bor assalomu alaykum. Boydada o'z kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar, biz Farg'ona viloyati Kaminat Marg'ilon shahar Kaminat chorva bozoridan sizlarga katta-kichik bo'lgan chorva hayvonlarni sotilgan, sotilmagan variantlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Biz ikkinchi videomizni olyapmiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bitta like bosib qo'ysalaring, kanalimiz mehmonlari obuna bo'lib qo'ysalaring, biz qo'yayotgan videolarni muntazam ravishda ko'rib borishga muyassar etasizlar. Qadrdonlar, hafta kuniga yakshanba 1-fevral 2026-yil. Qadrdonlar, yana eslatib o'tamiz, Telegram kanal, Instagram ochganmiz, Boydada o'z kanali deb yozsalaring, bemalol o'zaro savdo-sotiq qilish imkoniyati yaratilgan. Bunday bo'lsa, qadrdonlar, boshladik. Ko'rish sizdan, ko'rsatish bizdan. Qani ketdik. Necha pul bo'layapti? 2 million deyapti. Dehqondan dehqonchilik. Dehqonlar keldi, yo'lda mana xaridorlar ushaldi. Biz uchun dehqonda aka. Necha pul qilyapsiz? 32 million deyapti. 32 million. Sizlar 38 deyapsizlar. Kami bor. Ular 30. Bolasi novvos ekani, urug'qa qo'yilgan ekani. Oyoq qo'li uzun zo'r. Ot tepadi. Aka, suti qancha? 10 ta suti bor. 10 ta suti bor. Real hayotdan real savdo. Mana savdosi bo'layapti akalarimiz. 38 kami. Telefon raqam berasizmi? Yo'q, xudo xolasa sotadi, mo'mala oladi. Oladimi? Bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Xo'p. Qadrdonlar, mana sigir bozoriga kiryapmiz. Bugun o'ta ham darajada bozorimiz nurini to'kib tashlagan. Qadrdonlar, imkon qadar sizlarga qiziqarli bo'lgan savdolarni yaqindan ko'rsatishga harakat qilamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Qanaqa bizdan o'tgan uzrli so'zlar, gaplar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qo'yishlaring mumkin. Biz imkon qadar xatolarimizni o'ng'lashga harakat qilamiz. Mana shu yerda bolasi nima? Novvosmi, onachimi? Novvos. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchi tug'ishi. Nechta suti bor? Ozgina qarovsiz qolgan ekanda. Nech pul bo'layapti? Nech pul qilyapsizlar? Ha? 21,5. Qadrdonlar, real hayotdan real savdo. Ikkinchi tug'ish ekan. Real hayotdan real savdo. Mana. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Imkon qadar mana shu yerda juda katta qiziqarli savdo bo'layotganga o'xshaydi. Odam o'ta ham darajada ko'p o'rab olgan. Imkon qadar ko'rsatishga harakat qilamiz. Qadrdonlar, mana shu yerda chiroyli mana. Qaysi bo'layapti, oshto'g'a? Nechinchi tug'ish ekan? 3-bolasi. 3-bolasi. Novvosi? Ha? Nechta suti bor? 15 ta suti bor ekan. Necha pul bo'layapti? 32 million. 32 million. Yaxshi zo'r. Bolasi mana urug'qa qo'yilgan ekanda, novvos ajoyib. Bolasini ko'ringlar. Aynaqangi savdo bo'layotgan ha, mana shunaqangi bo'zaklarli bor, novvoslari bor, o'nachillardi bor. Akalar, like bosib qo'yamiz, havas qilganlar ekan. Mana real hayotdan real savdolar. Mana shu tog'alar qilyapti. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Ey. Nechinchi tug'ish aka bu? Birinchisi. Bozorimiz nurini to'kib tashlagan, lekin jazman savdolarda men qidirib topa olmayapman. Imkon qadar endi savdo bo'lganlarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Aka, nechinchi tug'ishi bu? Bu 27,5 milliongacha savdo bo'lyapti. 27,5 milliongacha savdo bu. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchi tug'ish. Ikkinchi tug'ish. Nechta suti bor? Urug'. Jasadga qaraganda ancha kichkina to'p o'tdi. Suti 8 taga. Bo'ldi, hozir. Qadrdonlar, bir ko'rsatib qo'y. Eti boshi ham chiroyli ekan, baquvvat ekan. Qadrdonlar, bo'ldi. Telefon raqamingizni bering aka, qiziqqanlar. 8 ta suti bor. Necha kun bo'ldi tuqqaniga? Bir oylik 27 kun bo'ldi. 27 kunlik. Qadrdonlar, mana bolasini ko'rsatib qo'yaman. Semental urug' ekan. Endi ko'pchilar qiziqishi mumkin-da aka. Telefon raqamingizni bering. 91lik 681 66 30. Bo'ldi. Qadrdonlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi. Yaxshi yeyversin. Nechinchi tug'ish ekan aka bu? 3-chi. 3-chi tug'ishi. Nechta suti bor? 5 ta suti. Bolasi novvosmi? Ha? Novvosmi. Bozor necha pul qilyapti? 25. 25 million qilyapti ekan qadrdonlar. Yeti boshi ham yaxshi ekan, oyoq qo'li uzun. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi?
Berinchi 91lik 455 0323. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana. Bunaqangi ola boqaman deganlar, havas qilganlar, niyat qilganlar. Bitta like bosib qo'yamiz. Imkon qadar harakat qilyapmiz. Mana shu yerda savdo bo'lyapti. Boraylik-chi, nima gap so'z ekan bu yerda? Odam juda ham ko'p. Demak, qizg'in savdo bo'lyapti. Bo'lyapti mashimi? Eti ham baland ekanda, bolasi bormi? Onasimi, novvosmi? Katta ekanda, boyasiga yetib qo'yibdi-da. O'zimizni qirg'iz parodalardan ekanda, oq tumshuq, qadrdonlar nechinchi tug'ishi? Mana birinchi. Birinchisi. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Nech pul qilyapsizlar? Sir bo'lmasa? Sir aka. Nech pul? Uchgan 29. Uchgan 29. 29. 28 million 700. Yaxshi, zo'r. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Qaysinga 200 ming gapiryapsiz? Akalar, nech pul qilyapsiz? 18 million 200. Bo'g'oz, bo'g'oz. Bo'g'oz ekan 18 million 200 qilyapti. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Zo'r. Nech pul bo'lyapti bu? 20 million deyishyapti. 20 million deyishyapti. Necha oylik bu? Bir 20 kunda tug'sa kerak. Xudo xolasa 20 kunda bo'g'oz, 20 kunda tug'arga 20 million bo'g'o qilishyapti bozor. Savdo bo'lyapti. Bo'ldi, olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Qadrdonlar mana. Yaxshi. Oyoq qo'l uzun, chiroyli. O'rnida 4 oylik ekan. Qadrdonlar, ikkinchi tug'ishi. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Bo'g'oz-a bu? Bo'g'oz-a? Necha oylik? 5 oy. 5 oylik bo'g'oz ekan. Qadrdonlar, birinchi tug'ishimi? Birinchisi. Nech pul deyapsiz? Qadrdonlar, qaranglar, oyoq qo'l uzun juda ham chiroyli ekan. Aka, nech pul deyapsiz? 20 kami. Bozor nech pul qildi? 17. Jichchasi ham 17. Necha oylik dedingiz? 5 oylik. Qadrdonlar, sotib yuboramizmi yo telefon raqam berasizmi? Bering, qiziqqanlar, chiroyli mol ekan. Men zo'r turibdi-da. Qiziqqan. Telefon raqam bering. 91lik 157 37 97. Qadrdonlar, qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Sotilsa narxini bilib olasizlar o'zlaring uchun. Sotilmasa bemalol savdo qilaverasizlar. Qadrdonlar, bemalol. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Bo'g'oz-a bu? Bo'g'ozmi? Necha oylik? 7 oylik. Nechinchi tug'ishi qornida? 3-chi. Qadrdonlar, 7 oylik bo'g'oz ekan. Oyoq qo'li uzun bo'ldi. 20 millionga bermayapti. Buni 20 millionga ber. Necha oylik bu? 8 oy. Oyi kirgan. Oyi kirgan. 8 oydan o'tib 9 ga qadam bosdi. Nech pul qilyapti bozor? Aql aka. Negativlar yozsin, nimaga bermayapsan? Ha, yo negativlar havas qilgan holatda like bossin. Nech pul qilishdi bozor? Real hayot. 20 dan baland bo'lyapti. 20 qancha baland? Ancha baland. Qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Bular olmasa sotib yuborasizmi? Bo'ldi. Aka, siz nomer berasizmi qiziqqanlarga? Telefon qilishi mumkin-da, shunaqa katta sigir boqaman deydiganlar. Bo'ldi, sotib yuboradigan bo'lsangiz, Nomerini yozing. yozing, ayting. 33lik 33lik 231 231 5703. 5703. Qadrdonlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Internetda to'polon bo'lyapti. Imkon qadar qiziqqanli savdoga, mana. Haqiqiy savdo bo'lyapti mana. Qadrdonlar, qiziqqanli savdo. Savdo qilagan ekan, birovning moli so'ng o'zini bo'qadi, bor ekan, yana bola sigir bor ekan. Murosasiz qiziqqanli savdo. Bizni mani suvdan ana yerda kilolarga ham olishyapti mani. 29,5 million. Qaysi bo'ldi baraka? 29 millionga bor ekan. Mana, yoqqa javob berdim. Qaysi Umidjon? Bir-biridan qiziqarli murosasiz savdolarni sizlar uchun ko'rsatyapmiz, qadrdonlar. Qiziqqanlar like bosib qo'yamiz. Havas qilganlar like bosib qo'yamiz, qadrdonlar. Oxirgi o'rib bo'lmasin. O'rnida savdo qilagan gapdan bo'ldi.
Qadrdonlar 23 million 200. Bolasi nima? Bolasi. Onasini ekan. 23 million baho bo'lyapti. Yana bola. Nechta suti bor? Sutini 5 ta edi. Qadrdonlar mana real hayotdan real savdolar. Boydadamiz. Bo'ldi, baraka bo'ldimi? Nech pulga baraka bo'ldi? 14 million 700. 6 ta suti bor ekan. Bolasi xonachim, baraka bo'ldi. Qadrdonlar, biz davom etamiz, sizlar kuzatishda davom etinglar. Imkon qadar qiziqarli bo'lgan shunaqangi savdolarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana shu yerda ham bo'lyapti, boryapmiz. Hali ham tugamadimi? Tugatinglar savdoni. Mana shu bo'lyaptimi? Nespilga 30 million so'm. Bo'g'oz ekanda. Necha oylik bo'g'oz bu? 8 oylik. 30 bo'lyaptimi? 31,5. Qadrdonlar, 31,5. Real hayotdan real savdolar. Mana yerda ham savdo bo'lyapti. Mana Bash savdo bo'lyaptimi? Qaysi savdo bo'lyapti? Yonidagimi? Bu savdo, mana bu savdo bo'lyapti. Nech pulga? 25 million. Mana real hayotdan real savdolar. Qadrdonlar mana shu akalarimiz olyapti. Laklar bostiramiz, havas qilganlar. Qarim kelibdi mana bozorga, mana asl dehqonlar bozorga 1 yilda bir marta chiqadi, olgani 1 yilda bir marta chiqadi, sotgani. Aynaqa dehqonlar uchun dehqonlarimiz lak bosib qo'yamiz. Foydadamiz aka. Foydadamiz. Boringizga shukr. Qadrdonlar, mana yerda Eston parodadirmi dey, oldin shunaqa edi, Eston paroda deylardi. Bolasi xonajin. O, nihoyatda kichkina ekan. Qachon nech kun bo'ldi tuqqaniga? Mana shu yerda tug'di. Ya qoyil, mana shu yerda tuqqan bo'lsa. Yayilmali Shukrullo Qostobga jo'natasiz. Bo'ldi, yayilmali. Yayilmali Shukrullo Qostobga aynan o'ziga jo'natib qo'yasiz. 18 ga bersam olaveraman. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin bas. Barakani olib bering. Bo'ldi, baraka. Aka, qo'lini ushlang oldin. Bering 18. Qadrdonlar, mana real hayotdan real savdolar. Ana yerda o'zimiz ham savdo qilib qo'yamiz. Yayilmali Shukrullo Qostobga jo'natib berasiz. Yayilmalik Shukrullo Qossob aka. 18 ga baraka bo'lyapti. Beraverasizmi? Mana qadrdonlar. Yaxshi. Nechta suti bor? 6 ta suti bor, a? Bo'ldi. Qadrdonlar, olganga ham, sotganga ham Alloh baraka bersin. Mana shu bolasi xonasini ekan. Bozor nech pul qildi shuni? Bozor nech pul? 28 million qildi ekan. Havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Qadrdonlar. Ha? Sinaqda sigir. Telefon raqam berasiz? Nechinchi tug'ishi? 3-chi tug'ish. Telefon raqam berasizmi? Beraman. Mana qadrdonlar, bolasi nihoyatda erkin, oyoq qo'l uzun. Novvosmi, onajinmi? Onajin aka. Onajin, bilib novvos deyapsiz, ey. Hozir bilasiz, kommentariyaga negativlar yozib tashlaydi, keyin nimani tayda, yomg'irda tayda qolib ketamiz. Bering telefon raqamingizni. 95lik 227 77-78. Qadrdonlar, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Bozorimiz qandaydir qiziqarli bo'lyapti. Boshida kirganimda hamma o'ylanib, oluvchi ham, sotuvchi ham avvalo bir ko'rib, tomosha qilib biladigan nimada yuradi. Endi hozir qadamingizda, yoningizda ham, chapda ham, o'ngda ham savdolar. Mana shu yerda hali ham qiziqarli savdo. Mana hali ham o'sha bola savdo qilyapti. Bir emas 3 ta mol savdo qilyapti. Olganga ham, sotganga ham Alloh umri barakasini bersin. Sog' bo'linglar qadrdonlar. Imkon qadar sizlarga bir-biridan qiziqarli bo'lgan savdolarni ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bizdan uzoqlashmagan holatda qadrdonlar like bosib qo'yamiz. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Biz qo'yayotgan videolarni muntazam ravishda ko'rib borishga muyassar etasizlar. Qadrdonlar, xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz. Bemalol kommentariyaga yozishlaring mumkin. Biz xatolarimizni o'nglashga harakat qilamiz. Mana shu yerda ham mana savdo. Qadrdon, nech pul bo'lyapti? Nech pul qilyapti aka? 25 million. Bolasi novvos. Nechinchi tug'ishi? 3-chi tug'ishi ekan. Shunaqa yangiliklar, shunaqa gaplar, qadrdonlar, bizdan uzoqlashmang. Imkon qadar yana sizlarga qiziqarli bo'lgan savdolarni ko'rsatishga harakat qilamiz.